Oldimdagi Haradishni yuziki ko'kka period yo'q. O'zbekistonning bayrog'ini ko'taryaptimi bular? Xudo xolasa O'zbekistonning munosib bayrog'ini ko'tarish kerak. Men o'zim liga ochganman, bilasizlar, ligada media bayislari bo'lmaydigan, lekin Shahzod Goldini bo'ylarini ko'rganingizda shov qiladi. Abba ham xuddi shu shov qiladi, qo'llarini tushirib, konkretni kulachkalarda, Tailandda shov qilgan. Bizga shunaqa bayislar kerakki, oktagonning ichida shov qilgan bayislar kerak. Hozir internetda shov qilganlar ko'payib ketib qolgan. O'zbekistonimizning bayrog'ini ko'tarish o'tirsa, hamma ularning ustidan kulyapti. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz, shov qilmoqchi bo'lsanglar, chiqinglar, urushinglar, shov qilinglar. Lekin har xil internetda bo'lar-bo'lmas gaplar, intrigalar, bir-biriga diz tashlagan, u internet jangchisi bo'lyapti. Bolalarga men hozir aytaman, ukalarim, konkretni chiroyli jang, chiroyli xarakterda trenirovka qilib, maqsadingizga sari oldinga yuringlar.